Mana bu eng yaxshi ishlaydigan kalendarlardan bittasi. Faqatgina siz hisob-kitobni yaxshi bilishingiz kerak. Mana qarang, 29-yanvarda mijozim yozganlar homila jinsini aniqlash uchun va bu mijozimni 3 nafar qizi bor edi. Bu to'satdan bo'lgan homiladorlik dekabr oyida oxirgi hayz bo'lgan va biz homila jinsini aniqlaganimizda o'g'ilcha chiqqan. 3 ta qizdan keyin va o'g'il bo'lsin deb niyat qilib yurganlar. Mana oradan vaqtlar o'tdi. 12 haftalik bo'ldik. Qiz bolaga o'xshaydi dedi. Jinsi o'zgarishi mumkinmi deb umid qilib yozdilar. Qarang, mart oyida ultratovush tekshiruvlari adashadimi deb ko'pchilik so'raydi. Va oradan vaqtlar o'tdi. Oxiri nima bo'ldi? 3 ta qizdan keyin sentyabr oyida o'g'il farzand dunyoga keldi. Shuning uchun bunday kalendarlarda agarda siz hisob-kitobni to'g'ri bilsangiz, aynan mana shu kalendar 70%, 80% atrofida to'g'ri chiqadi. Faqatgina bunda yosh hisobini chiqarish murakkab, ya'ni ba'zan 1 yosh, ba'zan 2 yosh qo'shiladi, ba'zan esa yosh qo'shilmaydi. Xo'sh, sizning yoshingiz qanday?